2016'da Zor Life'larını yürüyeceğiz. Aslında 600 gramlı o'tgangi videoda M24 tushuntirdim. Endi M416 mana kiryapti. Mana kirib oldik. Har doimdek kirsa qotyapti. Boshqa nima ham derdik. Ikkala qo'limizga ham M416 ni olib olamiz. Mana pritsellarni ham olamiz. Sizlarga birinchi tushuntirib o'tadigan narsa, bu birga bir o'ynaganda ko'pchilik o'tirib turib otadi. Bilaman, ko'pchilik o'tirib turib otadi birga birda. Misol uchun aslida esa bu bitta joyda turmaydi. Shuning uchun o'tirib turganda ya'ni mana nuqta betga turish kerak. Har bitta mana keyin otib bo'lganda kerak. Ya'ni buni bilan men maslahatim ko'pchilik mana shu maydonga kirib oddiy otib ketishadi. Mana u turgan odamlarni manekeyinlarni maslahatim bitta otmanglar, baribir befoyda bo'ladi. Mana bitta juda ham zo'r. Bitta tezlashtirsa ham bo'ladi. Bitta hamma narsani ham ya'ni tezlashtirib, sekinlashtirib qilsa bo'ladi dedim. Yo'q. Adashib granazaga kirib qo'yibmiz. Mana. Mana. Yo'q, has. Mana. Bitta kali arena yoki rangilda Yo'q, xohlagan pritselni olib olsa ham bo'ladi. Shuning kerak. Sizlarga maslahat beraman, chunki nargi taraflarda u birga bir o'ynasanglar, sherigilar bitta joyda turib beradi. Misol uchun mana o'xshab, endi qilib ular ham ishlarni o'tadi. O'tirib trenirovka qilishni maslahat.
Ko'rdinglar, bular ham bular ham oddiy tez yuradi. Sizlarga qilishni o'rgataman. Endi sizlarga pik qilishni o'rgataman. Tez pik qilish bilan o'tkazamiz. Ha, bo'ldi, o'sha. Meni do'stlarim yo'q, shu sababli unchalik PUBG'da ko'p do'stlar o'ynamaydi, shunchaki to'rga-to'r arenada sizlarga ko'rsatib beraman. Agar do'stlarim bo'lganda lobbida birga-bir o'ynab lekin esa men do'stlarim yo'q. Shuning uchun tez pik qilish uchun mana nima deylardi oti, unga qaratib qo'yib dushmanlar qochish kerak bo'ladi. Chunki qochadi ham, chunki yoniga ham sizlar yugurib otib qo'yishlar mumkin bo'ladi. Poylagani uncha buncha emas, mayli, poylashni o'rgataman. Shuni o'yinga qarab qo'yasizlar-da. Qilasizlar. Poylamasdan shunday mana bu shunchaki yaqinlashtirib tezroq tegadi. Sizlarga buni qanday yoqishni ham o'rgataman. Mana bu nastroykada mana bu ko'rdinglar, mana kichkina katta qilyapman. Shu narsani yoqishni o'rgataman. Mana nastroykaga kirsak, ikkinchi tomoniga o'tamiz. Pastga tushamiz. Hozir mana выключitda yoqib qo'yamiz. Выключitda. O'shanda yoqiladi. Maslahatim buni ham yoqib qo'yinglar, chunki birga-bir o'ynaganda juda ham kerak bo'ladi. Mana shunday otishasizlar. Bu hozir sizlarga yoqishni o'rgatgan narsa. O'tirib turib yonga chapga qarab mashinani bunday bosib o'chirib yoqib mashinada qilsanglar, dushmanliklarni o'q sizlarga unchalik ham ko'p tegmaydi va sizlarniki ko'proq